Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Joningiz tinchmi? Rahmat, ishlaringiz qalay? Abdurashid nomeringizni berdi bizga. Abdurashid? Ha. Xolavachchanmi? Ashida qarindoshimiz bor ekan-ku. Ha. Shopa. Bizda endi ish bor. Shu ishda siz qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. Biz mahallada hashar qilmoqchi edik. Kelay turgan shanba kuni. Men nima qilib berishim kerak sizlarga? Yo'lda uyingizdan yo'lda bu yuzga turba qo'yilib suv olib o'tirganda. U jinni balandroq qo'yilgan ekan. Shuni asfalt bosilgan ustidan eski joy. Asfaltni buzib, olib tashlab, paylaga turbani baqa chiqarib, jinni pasaytirib, qaytib ko'mib berasiz. Keyin o'sha yo'l o'sha ariq bo'yida surib berasiz. Bitta turishda bitta. Men bir yilda qilaman-da uni. Nima, shanba bozor kuni vaqtim bo'ladi, bo'sh kunlarim qilib beraman-da, bir yilga cho'zilib ketsa bo'laverami? Bir yilga? Ha, bir o'zim qanchada qilaman uni? Siz asfalt